Labo mashinasiga furgon o'rnatishda yo'l qo'yiladigan top 3 ta xato. Uchinchisini siz aniq o'ylab ko'rmagansiz. Bu videoni srochno Labo haydaydigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Birinchisi, hech qachon furgon o'rnatayotganda arkasini shoxini oldirib tashlamang. Sababi, mana tayyor furgon arka avtomobil bilan furgonni o'rtasida qoladi va buni mustahkamligini ta'minlab beradi. Ikkinchisi, furgon o'rnatgandan so'ng обязательно mana bunaqa karona o'rnatish kerak. Sababi, furgonni balandligi 1.50-1.40 bo'lgandan keyin bu oldi to'rtburchak bo'ladi va havoni qarshiligiga uchrab rasxodni ko'paytirib oladi va avtomobilingizni yurishi qiyinlashadi. Ayrim bir aqlli ustalar zavodskiy polni yechib olib, o'zlari pol yasab qo'yib beryapti. Bu nima uchun? Ular Damas Labo qiladi, Damas Laboga zavodskiy polni qo'yib sotyapti. Akalar, bu xatoni hech qachon qilmanglar. Bu polni 2 millionga hisoblab olyapti, lekin o'zingiz yasataman desangiz kamida 500-600 dollarga tushasiz. Bundan-da qiziq va foydali ma'lumotlarni olish uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar va bizning manzilimiz Samarqand shahrida joylashgan avtofurgon store'i tanlov. Sog', salomat bo'ling.